ko'rpa to'shak hamda kiyim kechagingiz bilan kirib yashashga tayyor holatdagi 2 xonali kvartirani sizga taklif etsam, bu variantga nima deysiz? Xudo xolasa bu kvartiramiz Yangi bozor bir qadam bo'lgan Xamro'z marketi to'g'risidagi 3-qavat 2 xonali kirib yashashga tayyor holatdagi kvartira bo'ladi. Demak, bu kvartiramiz mana shunaqangi skvoznoy holatdagi 2 xonali kvartira hisoblanadi. Xudo xohlasa niyat qiling 2026-yilda mana shunaqangi fayzli xonadonlarda yangi yilni qarshi olish siz bizga nasib etsin. Demak, tayyor bo'lsangiz, uyni tezkorlik bilan obzor qilib beraman. Kirish eshigimiz kirganimizda mana shunaqangi prixojniy mebellar o'rnatilgan, hamda bu tarafda garderobi bilan birgalikda. Ana endi birinchi xona mehmonxonani ko'rsataman. Holatlariga alohida e'tibor berib, bitta like bosib keting. Xudo xohlasa, mana shu xonadon sizga nasib etsin. Remontlariga gap bo'lishi mumkin emas, kirib yashashga tayyor xonadon hisoblanadi. Ana endi yotoqxona qismiga bitta e'tibor qiling. Yotoqxonada qanaqa mebel bo'ladigan bo'lsa, hammasini shu yerdan topishingiz mumkin. Agar kamchilik bo'lsa, uzoqlar bo'limiga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Video davomida ko'rgan barcha mebel texnikalar siz bilan qolib, hammasi xizmatini o'tashga shay holatda bo'lib turibdi. Yangajon, yaqinroq keling, oshxonasini ko'rsataman. Marhamat. Oshxonasining holatlari hamda mana bu yoqda ovqatlanadigan zonasi alohida tema bo'lib turibdi. Bu hali hammasi emas. Shom vaqtida mana shunaqangi atmosferani tomosha qilib ovqatlanishga nima yetsin oila davrasida. To'g'rimi? Niyat qilgan barchamizga fayzli xonadonlar nasib etsin degan holatda, demak, navbatdagi yuvinish xonasini ko'rsataman. Demak, yuvinish xonasi. Bunisi esa hojatxonasi hisoblanadi. Ana endi ekranga yanada yaqinroq keling. Mana shuncha qulaylik, mana shuncha sharoit, mana shunaqangi shinam kvartira uchun 745 million so'm so'ralyapti. Quyidagi raqamlarga telefon qilib, mana shu fayzli xonadonni xarid qilishga shoshiling.